ayiqdan kelib chiqadigan ayiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, yomon istiqbollar o'tyapti. Albatta g'alaba qozonish uchun maydonga chiqqandik, mag'lubiyatga uchradik, lekin bu jahon chempionati biz uchun katta tajriba bo'ldi va qayerga intilishimiz kerakligini ko'rsatib berdi deb o'ylayman. Элдор, расскажите о сегодняшнем красивом голе, который вам удалось забить. Как приняли такое решение именно ударить парашютом? И насколько важно для вас вообще было открыть счет своим голам на чемпионате мира и как капитан, и просто как бомбардиру? Albatta gol urish yoqimli. O'sha darvozabonni oldiga chiqqanini ko'rib, darvozaga yo'lladim. Lekin juda xursand, o'sha vaqtda xursand bo'ldim, lekin hozir jamoamiz g'alaba qozonganda o'ylaymanki ko'proq emotsiyalar va ko'proq pozitiv vaziyatlar esda qolardi. Biz mag'lubiyatga uchradik, o'shaning uchun bu hech qanaqa ahamiyat kasb etmaydi deb o'ylayman. Men o'zim uchun shaxsan. O'sha birinchi gol urganimizdan keyin ikkinchi taymda ayniqsa umuman oldinga ko'tarilmadik va o'sha 2 kishi bo'lib, 3 kishi bo'lib hujumga o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Bu Fabio Cannavaro'ning ko'rsatmasimidi? Juda ham orqaga yotib oldik haddan ziyod. Albatta bu o'ylaymanki Fabio Cannavaro'ni emas, bu ko'proq o'sha psixologik tomonlama. Biz futbolchilar o'zini xayolida bo'ldi deb o'ylayman, chunki har doim o'sha g'alaba qozonayotganingda o'sha hisobni o'chirish uchun harakat qilasan. Shuning uchun ko'proq psixologik deb o'ylayman. Albatta ikkinchi bo'limda ham o'sha birinchi bo'limdagidek o'ynashda davom etishimiz kerak edi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, o'sha Kongo ham juda fizik tomonlama ancha kuchli terma jamoalardan biri. Bundan oldingi o'yinlarda ham ko'rsatdi va ularga g'alaba kerak edi. Ular ko'proq ularni majbur qildi deb o'ylayman, ko'proq himoyaga ochildi. Eldor aka, ushbu jahon chempionatida yaxshiroq natija erishishimizga nima yetishmadi deb o'ylaysiz yoki hozirgi darajamiz? Agar shu yerda bo'ladigan bo'lsak, albatta darajamiz shu bo'ladi. Agar bundan ko'prog'iga loyiq bo'lganimizda albatta ko'prog'iga erishgan bo'lardik. Lekin eng asosiysi qayerga ishlashimiz kerakligini, qayerga qarab ishlashimiz kerakligini jahon chempionati ko'rsatib berdi va katta tajriba bo'ldi. Futbolchilar ham borini berib o'ynashdi hammasi. Albatta bu yerda oson o'yinda o'zi bo'lmaydi. Hamma kichik xatolar ham kechirilmaydi. O'sha evaziga o'ylashimcha tajriba yetishmasligi evaziga mana shu joyimizda qoldi.